Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun AdinExpert'dan xatosiz ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Aynan nimaga xatosiz deyotganim sababi, ko'pchilik bir joyga xato qiladi. Aynan ana shu xatoni deb ertangi kunga siz misol uchun AdinExpert'dan bir yaxshigina pul ishlaganingizda ham u pulni yecha olmasligingiz mumkin do'stlar. O'shani xatosiz ro'yxatdan o'tsangiz hech qanday muammo kelib chiqmaydi va siz ertangi kunga o'sha pulni bemalol yecha olasiz do'stlar. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birinchi navbatda sizlarga kelinglar, hozir tushuntiraman noldan podrobniy. Telegram kanalda mana AdinExpert'ni ofitsialniy приложениесі bor do'stlar. Bu Telegram kanal manzili kommentariyada, описаниеda qoldiraman. O'sha yerdan o'tib, mana xohlasalaringiz mana APK AdinExpert Pro kanali. Xuddi shu kanalni qidirib topib, shu yerdan ofitsialniy приложениені yuklab olib, mana ko'rganlaringizdek, misol uchun bu har oy yangilanadi. Keyin yuklab olganlaringizdan so'ng do'stlar, xo'p, mana yuklab olganlaringizdan so'ng AdinExpert'ni registratsiya qilamiz do'stlar. Buning uchun bizga 4 xil usul bor. V1 klik po telefon, po email и через социальный сеть. Sizlarga endi maslahatim, men ko'proq sinovdan o'tgan bu narsa, misol uchun po telefon ili emailingizni parol loginni aniq bilsangiz po email. Mana shu ikkovi yaxshi. V1 klik qilib to'ldirsangiz ham, misol uchun registratsiya qilgan taqdiringizda ham baribir buni ham ichidan keyin kirib polniy podrobniy to'ldirishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Hozir men tushuntirib o'taman endi qanday qilishingizni. Misol uchun mana po telefon orqali bo'ladigan bo'lsa, bu yerga telefon raqamingizni qo'yasiz do'stlar. Albatta o'zingizda shu ishlab turadigan, o'chmaydigan telefon raqamingizni. Chunki bunga kod keladi, подтверждение qilish kerak, kodni tasdiqlashingiz kerak, o'shaning uchun kerak bo'ladi. Va mana bu o'zbek so'm turaveradi. Xohlasangiz so'm, xohlasangiz dollar, rubl, xohlaganingizni qo'yib olasiz. Keyin bu promokod degan joyga hop AdinExpert Pro promokodini qo'yish kerak. Bu AdinExpert'ning o'zini ofitsialniy promokodi do'stlar. Xo'p, keyin mana bonus degan joyga Casino va AdinX Games deganini qo'yish kerak. Va mana bu 18 yoshdan katta ekanligingizni tasdiqlashingiz kerak. Bo'ldi shu bilan. Boshqa hech qanday sizga nima deydi, muammo kelib chiqmaydi. Mana shu qatorlar ponni to'ldirsangiz va ichiga kirgandan keyin ham to'ldiradigan joylari bor. Uni ham hozir tushuntirib o'taman. Buni bosganingizdan zarejestratsiya tugmani bosasiz albatta. Bu yerdan sizdan misol uchun mana bu kapchani so'raydi. Avtobusda bosing deydi. Yana avtobusda bosing deydi. Shundan keyin подтвердить tugmasini bosasiz. Hammasi so'raganini nima qilgandan keyin. Hozir sizga aytayapti, na nomeri, shu nomeringizga bu отправленный kod повреждения deyapti, boradi deyapti, yoki kod SMS qilaylikmi deyapti, yoki voice SMS, ya'ni qo'ng'iroq SMS qilaylikmi deyapti. Siz qaysi biri kerak bo'lsa shuni tanlaysiz. Kod SMS tanlasangiz, kod keladi SMS telefon raqamingizga. Voice SMSda bossangiz, telefoningizga telefon qilishadi va bot sizga o'sha kodni aytadi. Albatta buni kiritganingizdan keyin bo'l shu bilan bemalol kirib ana qila olasiz do'stlar. Menda hozir mana hisob bor, misol uchun kirib ko'rsataman. Darsi mana shunday ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana shunday jarayon kelib chiqadi sizda ham. Va shunda siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa birinchi navbatda mana bu anketani to'ldirishingiz kerak do'stlar. Mana hozir tushuntirib o'taman qayerdan qanday kirganini. Mana shunday turgan bo'lsa, qaranglar. Diqqat bilan qarang. Menyu degan joy bor. Menyuga bosasiz. Mana pastda menyu. Pastdagi menyuni bosamiz va mana bu nastroykani belgisi bor. Ключda. Ya'ni gaykani, bolt gaykani rasmi bor do'stlar. Va bu yerdan mana bu smile chani ustiga bosamiz. Hozir bu hech qanday nimasi aniq emas bu akkauntda, shuning uchun to'ldirishimiz uchun shaqa bosamiz. Va bizga aytayapti, mana login, xohlasangiz добавить login deyapti. Xohlasangiz o'zingizga yoqqan loginni qo'yib olasiz. Ertangi kunga chiqib ketgan taqdirda ham o'sha bilan bemalol kiraverasiz. Va emailni biriktiring xohlasangiz deyapti. Telefonni biriktiring deyapti. Telefon sizni telefon bilan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin telefon biriktirilgan bo'ladi. Va keyin zaполнить qilinadigan joylar, mana заполнено данные degan joy bor. Mana shu yerga ponni hamma narsani kiritasiz. Bu ertangi kunga sizga pulingizni muammosiz chiqarishingiz uchun
hozir danli birema to'ldirib qo'ysangiz, erta qancha katta summa yutgan taqdiringizda ham hech qanday muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda aytganidek familiya, imya, отчество va data rождения, tug'ilgan kun, место рождения, tug'ilgan joyingiz, xo'p, место проживания, ya'ni tug'ilgan, yashayotgan joyingiz, oblast, город, adres и так далее. И dokument degan joyga pasport daningizni kiritishingiz kerak. Buni hech qanday yomon tomoni yo'q. Bu naborot sizga qulay va ertangi kunga sizga muammo chiqarmaydi. Aynan o'zingizni pasport danlaringiz bo'lsa. Bunda so'rayapti tip dokument, seriya, nomer dokument, vidacha qachon bergani, keyin vidan qaysi nima berganini kiritasiz va сохранить tugmasini bosasiz do'stlar. Undan so'ng mana bu yerlar to'ladi, hammasi to'ladi. To'lgandan keyin mana bu qizil galochkalar ham bemalol yo'qoladi. Buni misol uchun autentikatsiya, siz xohlasangiz telefoningizga Google unga autentikator bilan ulab qo'yishingiz mumkin. Misol uchun ertangi kunga katta pul yutganda ham pulni chiqarishga ham hech qanday muammo bo'lmasligi uchun. Va настройка безопасность. Безопасностьda mana misol uchun ko'ryapsiz, nomer telefon kiritsangiz sizda yashil turadi. 90 kun avval bu hozir endi yaqinda ochilgan akkaunt, misol uchun hech qanday nimasi yo'q. Ostiga ko'rsatishim uchun, tushuntirib o'tishim uchun ko'rsatyapman. Xo'p, sekretni вопрос bu o'zingizni qiziqtirgan ana bu savolingiz bo'lsa, вопрос savol berib ana qilib qo'yasiz va двухэтапный faktorli autentikatsiya. Ya'ni двухфакторный autentikatsiya degani shu telefoningizda Google unga biriktirib qo'yasiz va bemalol qo'rquvsiz sizda telefoningizda hech kim bu adresdan sizdan boshqa hech kim kira olmaydi. Va lishni данные bu aytganimda informatsiya, pasport данные informatsiyalaringiz va zapret va avto po email. Bu emailga xat boradi. Pul chiqarganingizda, pul kirgizganingizda xohlasangiz. Buni xohlasangiz yoqasiz, bo'lmasa shart emas. Mana shu 6 ta qatorni yoqsangiz, sizda уже hech qanday punkt безопасность nimasi kamchilik bo'lmaydi. Mana bu polni to'ladi. To'lgandan so'ng sizda muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Bu muammo bo'lmasa ertangi kunga sizga pul chiqarishingizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Aynan kulminatsion joy mana shu yer do'stlar. Va shu bilan qarabsizki, уже hisob tayyor, bemalol hammasi tayyor. Keyin bemalol пополнение счет qilsangiz bo'ladi. Пополнение счет mana ko'rganlaringizda bemalol mana shu Humo, Uzcard, WebMoney xohlasangiz, Binance, Plik hammasi bor. Usudetlar hammasi. Shu bilan qarabsizki do'stlar, bu уже tayyor, bemalol pul kiritsangiz bo'ladi. Albatta video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Mehnatimiz uchun, sizlarga podrobniy tushuntirganimiz uchun va shuncha vaqtlaringizni yo'qotganlar uchun ham sizlar ham rozi bo'linglar bundan. Albatta keyingi videolarga ko'rishgunimizcha deb qolaman va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad do'stlar.